ba'zida Alloh taolo sinov qilib, musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Alloh bormi o'zi deyoradi. Zulmni ko'rganda, adolatsizlikni ko'rganda Alloh bormi deyoradi. Alloh bor, birodarlar. Alloh ko'rib turibdi, Alloh taolo eshitib turibdi. Alloh taolo shu narsalarni xohlayapti. Chunki bandalar Allohning nusratiga loyiq emas. Endi Alloh taolo ba'zida shunday bir o'zining oyat, mo'jizalarini ko'rsatadi, kofirlar la ilaha illalloh deyoradi. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alloh albatta yordam beradi, faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak. Tushkunlikka, yomon gumonga tushmaslik kerak. Ayrim odamlar Alloh taoloning nusratidan, yordamidan noumid bo'ladi-da, tushkunlikka tushib qoladi. Astagfirullah. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allohu fid dunya val axirah. Kim gumon qilsa, Alloh menga dunyoda ham, oxiratda ham yordam bermaydi deb. Kim shunaqa deb gumon qilsa, adonnina billahi zanna saw alayhim dairatus saw. Alloh haqida yomon gumon qilguvchilar, ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar, ularning ustiga halokat balosi tushguvchidir. Ishonmayapsanmi nusratiga? Baloni kutaver banda. Baloni kutaver banda. Endi ko'ringlar birodarlar, o'zimizning hayotimizni. Kallamizda qanaqa tushunchalar? Qalbimizda qanaqa g'amlar? Nima deb yuribmiz? Mashina olsam, uy solsam, uylanib olsam, qizimni chiqarib olib uylab olsam, shu dunyoda tushunchasi bilan yuribmizmi? Dunyoda g'ami bilan? Endi bizga kelsinmi Allohning nusrati? Bizdan iymon va amal. Duo, u yoq Allohning qo'lida. Biz musulmonlar hozirda mana shunday bir mushkulada turibmizki, holatimiz juda ham qiyin. Dushman har tarafda kuchli, quvvatli, har sohada baland. Lekin Robbimiz aytayapti: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." In kuntum mu'minin. Kufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguvchidirsizlar. Agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar, sizlar g'alaba qilasizlar, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning nusrati, madadi, yordamiga loyiq bo'lishi uchun odamlar Allohga qaytish kerak.